Yengidek qilib ber. Balkim yangi oyoq kiyim olib berarman. Ona, Ha bolajonim. hali eski oyoq kiyimim qani? Qaysi? Har doim ustiga olib borib to'g'irlattiraman-ku. Bo'ldi bolajonim. Omborxonaga olib borib qo'yganman. Omborxonada bolam. Xo'p, ona. Ye? Yengidek qilib ber. Balkim yangi oyoq kiyim olib berarman. Yaxshimisan, Shuhrat? Tuzumsan. Savdolar qalay? Ha, rahmat. Mashina ertaga chiroyli qilib ber. Nima qidiryapsan, ha? Xo'p. O'rtoq, oyoq kiyim olaman desang-chi, puling ham bor, imkoning ham bor. Xo'sh. Nega nuqul mana shu oyoq kiyim olib kelaverasan? Kiyganingni ham ko'rmaganman-da. O'rtoq qo'ygur. Menga shu oyoq kiyim yoqadi. Puling kerak emas, o'rtoq. Bu qo'l olib haqqi. qo'ygin. Kerak emas. Men roziman, Behzod, olib ket pulingni. O'rtoq, ertaga olib ketaman. Qo'ymaydi bu ham. Hech narsa qilmagan-u. Assalomu alaykum onam. Yaxshimisiz? Yaxshi kelding bolam. Charchab qolmadingmi? Ahvolingiz yaxshi? Keldim, rahmat. Yaxshi keldim. Bu nima? Bolam, yana non olib keldingmi? Uyda non rosa ko'p edi-ya. Novoy o'rtog'im bor bilasiz, mahallani boshida. Har kuni yonidan o'taman. Quruq o'tmaydiman-da, ona. Hech bo'lmasa shunaqa qilib foydam tegsin. Mayli, bolam, mayli. Qo'shnilarga berarmiz. Baraka topgin, bolam. Umringdan barakat. O'z nima bo'tga keldi? Shahzod joyi bo'lgani uchunmi? To'ppa tuzu choyxonaga borib, achchiq oshlarni yeb yurudi, ha? Bekzod o'zi pishuvdi. Tekin tushsin degandir-da. Sallaga tekin bo'lsa bo'ldi-da, to'g'rimi? Choyxonaga borib o'tirsa, babu shu pulni choyxonaga to'laymanmi? Choyxonaga to'lasam beginaga ketadi, to'g'rimi? Bu yoqqa to'lasam og'aynimizga foyda-ku. Shuni o'ylab ko'rmadilaringmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xush kelibsizlar bolalar. Ke o'tir. Salomat bo'l. Kelganinglardan shunaqa xursand bo'ldim. Nimaga? To'g'risini aytsam, Sovda sal yaxshi emas, yangi joy bilasan. Odam o'rganish kerak. Ha, foydamiz tegibdi-da. Sizlarni kelganinglar ham xalna deymanga o'rtoq. Shuning uchun ham aytamiz-da, do'stlik faqat tilda emas, amalda ham bo'lgani yaxshi.